Assalomu alaykum va rahmatullohi aziz vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Kim safarga, umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsa, biz doim 24 soat davomida xizmatdamiz. Makka mukarramada do'stlar doim duodamiz. Biz orqali kelganlar, bizga ishonib kelganlar hozirda juda ham chiroyli holatda ziyoratida yondashgan holatda amalga oshiryapmiz. Va bundan keyin ham kim bizga ishonib ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa, kelmoqchi bo'lsa, pastda nomer qoldirilgan O'zbekiston nomeri, Tojikistondan qo'shni davlatlardan keladigan bo'lsa, reyslarimiz ochiq. 12 ta viloyatdan Buxoro, Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Termizdan keladiganlar bo'lsa, Farg'onaliklar bo'lsa, Andijonliklar bo'lsa, Toshkentdan har kuni reys bo'lyapti. Farg'onaliklarga Farg'ona reys qo'yilyapmiz. Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda. Andijonliklarga Andijon Madina, Andijon Jidda yo'nalish bo'yicha prommo reys qo'yilyapti do'stlar. Kim keladigan bo'lsa, mana shu bugundan ertangi kunni hisoblab va 2-3 kundan cherezdeni hisoblab vodiyga har kunlikka Toshkentga reyslarda telefon qilib ma'lumotini olsanglar bo'laveradi. Albatta narxlarimiz o'zgarib turibdi. Shu sababdan men 950, 1000, 1100 yoki 900 dollar demayapman. Telefon qilganinglarda chunki 950 reysimiz o'zgarib, ya'ni reys to'lib, keyingi reysi 950, bu reysi 900 dollar yoki 1000 dollar chiqib qolishi mumkin. Sababi aviachiptalar qimmatlagan sababli. Endi aviachipta qimmatlasa, reys narxi o'zgarsa, men xabardor qolib ketaman, chunki bu yerda 24/7 ziyoratchilarning xizmatidamiz biz 50 bosh, 1000 bosh bilan yondashgan holatda. Shu sababdan hozir 950 1000 dollar desam, siz albatta telefon qilsangiz, videoda narx aytilmasa yolg'on bo'lib qoladi. Shu sababdan narxini quyidagi ekranga nomer qoldirganman. Bemalol telefon qilib, qachonga yana reys bor, bugundan keyinga, ya'ni siz qachonga avgust 25, 20 yoki 30, ya'ni Toshkentda har kun reys bor. Tayyor bo'lsangiz ham 1-2 kundan keyin ham chiqarib yuboraveradi. Pasportingiz tashlaysiz, zagiran pasportingiz Tojikistonliklar yoki O'zbekistonda filialga borib ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q desangiz, Telegram, WhatsApp, ana shu ekranda nomerda Telegram, WhatsApp bor. Ma'lumot olib, pasportingiz tashlaysiz, viza bilet to'lovda ishonchli va xizmat ko'rsatish ishonchli o'zi rasmiy litsenziyasiga ega diniy qo'mita tomonidan berilgan. Shunday bo'lgandan keyin albatta o'zi rasmiy bank shot raqamlari bor. Bank shot raqamli chet elliklarga ham qulay bo'ladi bu narsa. Sababi nimaga? Ishonchli va xavfsiz bo'ladi. Chunki o'zbek valyuta so'mida to'lov qilasiz, bank shot raqam orqali va sizlarga ham xavfsiz va xotirjam bo'lasizlar. Ota-onalar jo'natayotgan insonlar ham to'lovlarda shu bir kun oldin yoki bir kun keyin ham uni operator tushuntirib beradi, to'lov qilsanglar bo'laveradi. Viza biletga kelsak, viza bilet do'stlar, pasportingiz tashlasangiz, siz sanani o'zingiz tanlaysiz. Albatta har bir inson sharoitidan kelib chiqqan holatda qaysi kuni chiqib ketadi. Davlat ishida ishlaydiganlar bor. Shu hisobga olib, kimdir 15 kun, 20 kunga ruxsat oladi ishxonasidan. Shuni hisobga olib qo'yinglarki, bizda hozir 15 kundan 17 kunlik va 1 oylik paketlarimiz bor. Shuni ham aytib o'tib ketaman. Hozir bizda 14 kunlik, 17 kunlik va 20 kunlik emas, 1 oylik to'liq paketimiz bor. 1 oylik paketda sizlar 30 dan oshiq 40 ga yaqin ziyoratgohga ziyorat qilasiz. Ota-ona paketimiz bor. 17 kun, 15 kun, 17 kunlik, 17 kunlikda ham siz 30 ga yaqin joyga ziyorat qilasiz. 14 kunlikda 15 ga yaqin, 15 dan oshiq joyga ziyorat qilasiz. 3 xil paketdan qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, narxlari hamyonbop bo'lsa, narxlarni operatordan so'rab, joyingizni, viza biletingizga pasportingizni tashlab kelsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha savollar, Madina Munavvarada, Makka mukarramada ziyoratgohlardan xizmatlarimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastda Telegram silkamni qo'yib qo'yaman. Telegramga o'tib, bu yerda ziyoratchilarning fikrlarini, video lavhalarda, rasmlarda, biz qayerga borsak ziyoratgohlarda hammasini o'sha Telegram gruppadan ko'rib borishingiz mumkin. Pastdagi qarindosh urug' yaqinlar bo'lsa, qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi gruppaga. Qachon kelmoqchi bo'lsangiz, qaysi paytda niyat qilgan bo'lsangiz yoki qachondir sizga ham chaqirgan bo'lsa, ana shu paytda shu Telegram gruppada doimiy lichkalarimiz bo'ladi, aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, albatta videoda yakunlaymiz. Hozir bizni biz masjiddamiz, P9 yuqorisidamiz, So'g'at minorasida. Bu yerda hozir xufton namozini o'qigan chiqdik. Endi bu yerdan hozir bizni chiqarib olishi mumkin, chunki faqatgina namoz paytida ochib beradi. Chiqarganlar uchun ham bir ma'lumot.
soat minorasiga, Makka Mukarram soat minorasi P9 ga yuqoriga chiqsangiz muzey bor, muzeyga ham chiqsangiz bo'ladi va yonida masjid bor. Namoz o'qib tushsangiz bo'ladi. Biz ham endi hozir xufton namozini o'qib oldik. Namozdan keyin bir qator endi sizlarga ma'lumot yetkazaylik. Kelanganlar, ishonchli firma istab yurganlar, ota-onasini ishonchli firmadan litsenziyalangan va ishonchli qo'llarga topshirib ibodat ziyoratga jo'natganlar uchun ma'lumot chiqaraylik deb ushbu videolarni tayyorladik. Albatta bizga ishongan holatda yaqiningizga jo'natmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqasiz. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada ziyoratgohlarimiz, sayohatlarda va grafiklarda va nimalar kiritilgan xizmatlarimiz batafsilroq ma'lumotda operatordan olaverasizlar. Biz 24/7 xizmatlarimiz shu yerda o'zimiz. Kim jo'natsa yoki o'zi kelsa, Saudiya nomerimizni olib kelaverasizlar. O'zimiz shu yerda bo'lamiz do'stlar. Ko'pchilikni vaqtini olmaylik va aloqaga chiqarasizlar. Telegram, WhatsApp ham bor. Pasportingizni tashlab qo'ysangiz, eslatib o'taman, sentyabr keladiganlar hozirdan joyingizni yozdiring. Sababi, agar siz sentyabrga o'tib, xotirjam avvallarni yig'ishtirib, joyida keyin telefon qilib yoki keyin ma'lumot olib, narxlar tushib qoladi yoki salqin tushadi deb joy yozdirsangiz, oktyabrga qolib ketasiz. Chunki sentyabrga hozir avgustdan joy to'layapti. Shuni ham e'tiborga olib qo'yiladi do'stlar. Narxlar va sentyabrga o'tib ham butun dunyodan ziyoratchilar keladi. Shuni hisobda aviachipta qimmatlab ketsa, sizni ham kelishingiz qimmatlab ketadi. $100 yana ziyonda bo'lib qolasiz. Chunki hozir $1000, 1100 yozdirsangiz, sentyabrga o'tib 1200 yozdirishingiz mumkin. Do'stlar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqarasizlar. Biz esa 24/7 xizmatdamiz.